Oldin mana shuni tura olamidingiz, tura olmadingiz? Yo'q. Orzu bo'lgan. Tuzalishingizgachi? Yo'q. Yo'q edi. Hamma narsaga davo bor ekan bu yerda. Mashalloh. Maza qildingizmi akajon? Tavsiya qilamiz olmay kelishdi. Nima muammo bo'yicha kelgansiz? Tizza bo'g'im og'rig'ida, tizza yemirilish deb Aha. tashxis qo'yishgan. Kelganingizda qanaqa holatda edingiz? Tizzalar bir-biriga yopishib qolgan, kelib qolgan. Yurishga qiynalardik. Doktorga borganingizda nima deyishgan? Tizzada kista bor degan. 1,5 mm suv, 0,5. Ikki tizzada. Bu yerda boshqacha tashxis. Tizza yemirilish, natija bomba. Oldin mana shuni tura olamidingiz, tura olmadingiz? Yo'q. Orzu bo'lgan. Orzu bo'lganmi? Qiynalganmisiz? Nimalar o'tgan ichingizdan? Tuzalaman degan narsalar bo'lganmi? Doktorga borganingizda tuzalmagan Doktorlarga ishonch qolmagan. Doktorga ishonch qolmagan. Qolmagan. Hammasi har xil pul dori olib, ishonch qolmagan. Tuzalishingizgachi? Yo'q. Yo'q edi. Tizza ochildi. Tizza ochilishga aqli yetmagan. Kelganda adashmasam mana shu holatda edi. Ha. Hozir ochildi mana. Hozir mana Ikkinchi kursingizda bu, ha? ikkinchi kurs. Ikkinchi marta kelishingizda ochildi. Zo'r akajon. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi aka tanada? Hazm qilishlar yaxshilandi. Aha. Nafas olishga qiynalish. Uddimlanishlar yo'qoldi. Uddimlanish yo'qoldi. Hojat ravon bo'ldi, ichib kelishi. Haziyat yo'qoldi. Havzat yo'qoldi. Yuzayda og'riqlar qoldi. Oho! Hamma narsaga davo bor ekan bu yerda. Mashalloh. Maza qildingizmi akajon? Tavsiya qilamiz olmay kelishdi. Psixologiya darsi nima ekan? Foydalimi, foydasizmi? Foydali faqat psixologiya inson uchun. Har bir inson kelish kerak ekan. O'zi uchun, kelajagi uchun, hayotga qiziqish ochlar ekan. Kasal bo'lgan odam o'zgarar ekan baribir hayotga qarashi. Siz qanaqa bo'lib qoladi hayotga qarashingiz? Shunday o'tib ketamanmi degan savol faqat. Va tuzalmayman degan. Akajon, bardavom bo'lsa natijalar boringizga shu. Onajon, nima muammolar bilan kelgansiz? Belda grija bilan, Aha. oyog'imga og'riq beryapti shu muammo hamda ko'zim. Ko'z muammosi. 45 yillik kasallik. Aha. Qanaqa o'zgarish bo'ldi ko'zda? Rostini aytsam bo'ldi. Orqali oldingidan ko'ra sal tiniqroq ko'ryapman. Qatorda o'zgarishlarni qanaqa, necha qator bo'ldi? 4 qator ko'rdim, keyin 7 qator ko'rdim. Mashalloh, zo'r ona. Qanaqa bo'ldi natija boshqa tana a'zolaringizda? Yengillik, yaxshiman, egilib yurardim, orqali Qaddi tiklanyapti. qaddim ancha tiklanib qoldi. Yo'q, borini gapiravering onajon. Nimada o'zgarish bo'ldi, nimada bunaqa bo'lyapti? Chunki endi keldingiz, birinchi kurs lecheniya olishingiz sizni. Birdan yorila qolib ketmaydi. Necha yillik kasallik bu, to'g'rimi? Qisqasi yaxshi natijalar berdi menga. Shu. Xursandmisiz? Albatta xursandman. Ha, joningiz omon bo'lsin. Berib turing endi, onamga beramiz. Onajon, qayerdan kelgansiz? Assalomu alaykum. Men Andijon shahridan keldik. Biz Andijon shahridan Jahon bozoridan keldik. Meni birinchi nimam shu belim achishib og'riydi. 10 metrga yursam yuraman, yurmasam 5 metrda dam olaman. Oyog'im, orqa poylarim tortishadi, tizzalarim og'riydi. Yurishga umuman qiynalarim. Keyin shu balg'am muammosi qiynardi. Balg'am keladi, ko'chmaydi. O'sha qiynalar edim. Xudoga shukr, kelganimizdan beri ancha oldinga yurishni o'zgardik. Xudoga ming martadan shukr. Oldinga qarab intildik, sog'liklarimiz yaxshi. Ovqatlari ham shirin, ovqatlar bilan ham davolanyapmiz. Uyimizda ham narsalar olib keldik, bular yaxshi bo'lib turibdi. Yaxshi. Onajon, bitta narsa so'rasam, ichki organlarda qaysilarda o'zgarishlar bo'ldi, sezdingiz? Ichki organlarimda, buyragimda, o'timda, jigarda ancha nimalar o'zgarishlar bo'ldi. Xudoga ming martadan shukr. Qabziyat juda qattiq edi. Kelgan kunimdan damlama berdi. Shu damlamani ichdim. Birinchi kunina natijasini ko'rdim. Undan beri ko'ryapman, Allohga ming martadan shukr. Avval faqat Senadeksin bilan yengillardim. Yo'q, endi hozir tabletkalar kelganimizda umuman ichmadik. O'z holiga tabiiy holatda holatimiz yaxshilanyapti. Zo'r onajon. Atrofdagilar ko'zdagi muammodagidan kelganlarda o'zgarishlar qanaqa bo'lyapti? O'z kuzatuvchi sifatida. Ha, ko'zdagilar hamma xursand. Anaqa yaxshimiz deyapti. Men o'zim ham tekshirdim. Menda ham o'tish yoshi bo'lib, hozir kelganimdan beri 3% ga virusga o'zgardim, ya'ni
Zo'r. yaxshi Yaxshilandi. ko'z aynayi bilanadi, yana ham yaxshilandi 3%. Mashalloh, zo'r onajon. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat hammanglarga, tan joylar sog' bo'lsin. Rahmat onajon. Mana yosh kattalar ko'p keladi, psixoterapiya muolajasi bo'ladi desam, bolam biz hayot tashvishlarini ko'rib, уже psixolog bo'lib ketganmiz deydi. Psixoterapiya muolajalarimiz qanchalik kerak ekan yosh katta inson sifatida. Psixoterapiyani biz to'g'risi burundan bunga yetib bormaganmiz-da. Biz faqat psixoterapiya desa, hali boshqacha narsalar tasavvur qilganmiz, yo ahli zaiflar, yo boshqalar shunaqa deb o'ylaganmiz, lekin buni natijasi umuman boshqa ekan. Endi men mana shu yerga kelib psixoterapiya nimaligini bildim. To'g'risi shu nima qizlarga ham aytaman, demak avval psixoterapiya bilan ishlash kerak ekan. Televizorlarda aytsa, ha shunchalik gapiryapti derdim. Yo'q, o'zim guvohi bo'ldim. Juda ham insonga kerakli narsa ekan bu. Xursandmiz onajon. Rahmat, Allohga shukr, boringlarga shukr, hammanglarni. Sog' bo'linglar. Mana ukolsiz, dorisiz, chiroyli davolanyapmiz. Mana shu yerdan shu yerga piyoda chiqdik, Allohga shukr. Bu yerda bunaqa yurish oson emas edi, masalan, meni o'zimga. O'zim uchun javob bersam, menga oson emas, lekin Xudoga shukr, holatim yaxshi. Rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, hammanglarga rahmat. Boringizga shukr. Xursandmisiz? Xursandman. Xursandligilardan xursandman, ilohim. Mehnatinglar rohatini ko'ringlar, ilohim. Rahmat, boringizga shukr. Qani ketdi endi qolganlardan ham olamiz. Hop. Onajon, siz o'zi qorovul bo'lib kelgansiz? Ha, Nevarangizga? kelganman. Nevarangizdagi holatlar nima bo'yicha edi? Ko'z bo'yicha. Ko'z bo'yicha, ha? Necha yildan beri muammo? Tug'ilgandan beri mana 12 ga kirdiman endi. Ha, 12 yildan beri. 12 yildan beri, ha? Ha. Operatsiyaga olib ketayotdinglarmi? Ha, operatsiyaga olib ketyaptik. Aha. Bu yoqqa keldik. Xudoga shukr, yaxshi. Onajon, oldinlari ko'z ketishi bor edi, nevarangizda. Bor edi. Ancha kuchli edi. Ha. Bu operatsiyasi tuzalmaydi, umuman joyida qatib qolgan deyishdi. Ha. Hozir qanaqa hozir? Qimirladimi, o'zgardimi? Qimirladi. Ha? Ha. Shu bir xil bo'lyapti, Ha. adashmasam, ha? Kelyapti o'rtasiga. Sizlarni ko'rishchi, Ko'rishi ham o'zgardi. yaxshi. Ha, o'zgardi. Zo'r onajon. Xudoga shukr. Endi mana siz qorovul bo'lib keldingiz, o'zingizda nima o'zgarishlar bo'lyapti? O'zimmi? Men ham ko'z bilan edi. Aha. Meni ham doktor operatsiya degan. Yana bo'lmasa. Endi operatsiya qilmadi. Yiringni chiqarib yubordi. Yo'q, endi shu bilan ko'zim yaxshi. Sizdan ko'zda ancha o'zgarishlar bo'libdi demak. Ha, Xudoga shukr. Mashalloh onajon. Yana qaysi organlarda o'zgarishlar bo'ldi ona? Meni tizzamida yiqilganman. Yo, mana yengil yuryapman. Siz adashmasam to'xtamadingizmi? Yo, to'xtamayman. Ertamanda yuraman-da o'zi. Ha. Bir chini suvda ichib yuraman. Mashalloh, zo'r. Muolajalarimizga nima deb baho berasiz? Qanaqa, qaysi birlari sizga ko'proq yoqdi? Hammasi yoqdi. Harakatga bog'liq, hammasi yoqdi. Yurakdan chiqsa, hamma yo'q erishaverar ekan. Zo'r onajon. Xursandmisiz natijalaringizdan? Xursandman. Ichki organizmlarda nima o'zgarishlar bo'ldi? Yengilman. Ha, bo'ldi, tushundim, yengil degan. Yengil yuribman. Rahmat, boringizga. Oyog'im esimdan chiqib qoldi origan. Bu yoqqa kelish tarixinglar uzun sizlarda. Oilaviy kelyapsizlar. Mana 2 kursdan beri. keldik. Allohga shukr. Birinchi nevaramizni ko'zi sababli keldik. Ko'zida 10 kun ichida natija yuqori darajada bo'lganligi uchun yana qayta lecheniya olish uchun keldik. Quda olib keldingiz. Undan keyin nevaramiz bahonada o'zimiz ham yana bitta nevaramni umurtqasi bahonasi bo'yicha keldik. Unda ham natijalari zo'r bo'ldi, o'zimizda ham natijalar yaxshi. Bizga qaragan doktorlarimizdan Nozimjon, Rahmatullo, Oyatullo, Obidjon, Manzuraxon oy qizlarimiz bor ekanlar. Hammalarga rahmat. Qanaqa niyatlar biz Alloh yetkazsin. Biz juda boshqacha kayfiyatda keldik. O'ylaganimizdan ziyoda natijalar oldik. Ishlariga omad tilaymiz. Bardavom bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin. Hamma kelganlar uylariga chiroyli holatda yaxshi natijalar bilan ketishlikni Alloh nasib qilsin. Onajon, bitta savol bermoqchiman, endi gap o'rnida. Nevarangiz tuzalmaydi deyishgan ekan, adashmasam eshitdim. Ha, nevaramni bu tug'ma ko'zi battar bo'lsa bo'ladi, bu yaxshi bo'lmaydi deyishdi. Biz endi oilaviy rosa tushkunlikka tushdik. Allohga shukr, baqa kelib, mana ochkini ham tashladi. Natija zo'r. Endi o'zimizni ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Bolamiz yaxshi bo'lganini ko'rib. Sizda qanaqa kasalliklar bor edi? Menda grija bor edi. Grija? Natija yaxshi. Ko'zdan davolash uchun keldilar. Qaysi kasalliklar bor edi ko'zingizda? Ko'zlaridami? Glaukoma bor edi. Natija yaxshi. Xursandmisiz ish qilib? Yaxshi, rahmat, tanjolaring sog' bo'lsin. Ichki organizmlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi?
juda katta o'zgarishlar bo'ldi, Allohga Ichki shukr. ishlar qanaqa o'zgardimi? Hamma yo'g'i joyida, zo'r. Zo'r, a? Psixoterapiyaga nima deysizlar? Nima baho berasizlar? Psixoterapiyaga gap yo'q. ayniqsa to'g'risiz davolanganga unimiz yaxshi bo'ldi. Bizga o'sha lecheniya anaqalar, ignoterapiya olyapmiz, fizoterapiya olyapmiz, giyohlar ichyapmiz, endi keyin asalarda lecheniya olyapmiz. O'sha psixologlarni gaplari, shu tabiiy yo'llar bilan davolanish bizga juda ham ma'qul keldi. Xursandmiz. Rahmat. Ishlaring xayrli bo'lsin, bardavom bo'lsin. Amin. Bundan keyin yaxshilik kunlarda ko'rishlik Nasib qilsin hammamizga. Hammamizga. Boringlarga shukr. Rahmat. Sog' Xursandmizlar? bo'linglar. Allohga shukr. Omon Xursandmiz. Mana azizlar, yana bitta kurs muolajamiz o'z yakuniga yetyapti. Allohga shukr, bundan ko'ryapsizlar, asosan kelgan kasalliklar grija, ko'z kasalliklari, ko'z kasalligini ham kuchlilari, miopiya, glaukoma, katarakta ham bor. Ularda natija oldik. Ko'plab insonlar endi uyatishdi. O'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Natijalari a'lo. Avvalolloh biz bir sababchi bo'lyapmiz xolos. Hamma narsa o'zingizlarning mehnatingizlarga, harakatingizlarga bog'liq narsa. Biz yo'l ko'rsatamiz sizga xolos. Dori darmonsiz har bitta kasallik tuzatish imkoni bor. Faqat unga o'z ishonishingiz, harakat qilishingiz va to'g'ri yo'nalishda yursangiz bo'ldi. Inshaalloh zo'r bo'ladi hammasi.